Toshkent viloyatini Toshkent shaharga qiyoslasak, men sizlarga aniq ayta olaman, 3-4 yil ichida bu taraflarimiz Beshog'och bilan bir xil bo'ladi. Bizda turgan joy Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Qorasuv mebelchilar shaharchasining yonida sizlar uchun 62 sotlik yer topib qo'yganman. Obuna bo'lib kuzatib turinglar, men sizlarga video davomida ko'rsataman. Mana o'sha 62 sotlik kattagina joyimiz. Men bekordan bekorga Beshog'ochga qiyos qilmayman. Negaki turgan joyimizdan 3-4 kilometr uzoqlikda katta aeroport tushyapti. Abiyog'i bo'lsa 400 metrdan keyin Qorasuv mebelchilar shaharchasi. Qaranglar, yo'lga ham yaqin. Tadbirkor biznesmen akalar, e'tiboringlarni qaratishinglarni so'rayman. Bunaqa katta joylar hadib ham chiqarmaydi. Ayniqsa yo'lga yaqin bo'lgan, xat hujjatdan muammosi yo'q bo'lgan bunaqa katta joylarimiz hadib ham chiqarmaydi lekin. Akalar ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu yoq tarafimizda bo'lsa kattagina pomeshcheniya sklad uchun bersanglar bo'ladi. Hozirda bu yoq taraflarimiz ustini yopib garaj ishlasanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda bo'lsa 6 ta katta boks bor. Buni ham katta mashinalarga joy qilsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda egalarning o'zlarining ofisi, bu yoq tarafda ishchilar uchun yotoqxona. Hozirda mana shu antennamiz ham 3,5 milliondan ijara to'lab turibdi. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu joyimizning oldin narxini sal qimmatroq qo'ydik. Hozirda $6,600. 62 sotlik. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Mana skladimizning ichkari tarafi. Qaranglar, bu yoq tarafida 3 ta katta xonalari bor. Hozirda yangi tadbirkorlarga bersanglar bo'ladi. Rosa foydalanadigan joy. Shahardan ham uzoq emas, ham yo'lga yaqin bo'lgan joy. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilaman.